Voy voy. Oka, bu mashinangiz urilmagan joy qolmabdi-ku. Qori shu dey aka, lekin yurishlari yomon emas. Olmaylar. Hormay aka, yaxshimisiz? Okam sotishga mashinalarni olib kelgan ekanlar. To'g'ri, yurishi yaxshidir, lekin siz aytayotgan narx-navolar hozir yo'q. Qo'ldan kelgancha qimmatroq olib qolinglar. Menga pul juda ham zararli. Pul amaga zarar. Lekin 3 minglik mashinangizni 4 mingga olib qolmaymiz-ku. Ha, Umid. Nima bo'pti bu akamlashlar? Mashinalarning narxi hozir patolog 3 minggacha. 4 mingga olinglar deb ketdilar. Tinchlikmi aka? Pulni nima zari? Odamlarning operatsiyalariga pul kerak. Qo'limda shu mashinamdan boshqa sotadigan narsam yo'q. Iloji bo'lsa olib qolinglar aka. Bo'ldi aka. Nima bo'lsa mashinangiz menga 4 mingga o'tdi. Bir minutga qarab oling. Keling. Aka, shoshmay turing. Tushunmadim sizni. Tanimadingiz meni? Yo'q aka. Yomg'ir ham yog'oryapti. Ko'chada mashina ham yo'q. Mayli. Kelib qolar. Qaytyapti Aka, qayoqqa ekan? Ona bolaga. Chiqing aka. Faqat yonimda pulim yo'q edi. Hozir shunaqa vaziyatdaman aka. Tashlab keta olasizmi? Insonda yaxshilik qoladi. Chiqing aka. Oy sendan iltimos yo'llarim yorig'. O'ylamang aka. Erkakchilikda bo'lib turadi. To'g'ri aytasiz aka. Oyi 15 yoru, 15 qorong'i deyishadi-yu. Hali hammasi zo'r bo'lib ketar. Hayot hali oldinda-ku. To'g'ri. O'g'lingiz o'nchog'imi? Ha, o'g'limniki. Chiroyli ekan. Mana aka. Hech kim yo'q. Yetib keldi. Kattakon rahmat. Mayli, yaxshi kunlar ko'rishaylik. Sog' bo'ling. Soat ham 3 dan oshibdi-ku. Aka, shoshmay turing. Aka, Shoshmay turing. tinchlikmi? Soat ham 3 dan oshibdi. Uni ustiga yomg'ir ham yog'ayotibdi. Yonimda mana shu 50 ming pulim bor ekan. Shuni oling aka, qaytishda taksi qilib yetib olasiz. Olib kelib qo'yganingiz o'ziga kattakon rahmat. Pulish shart emas, olib qo'yavering. Yo'q, aka. Siz men pulni oling, bo'lmasam men xafa bo'laman. Sizga bitta gap gapirgan edim. Esizdami? Qaysiga? Rahmat aka, kattakon. Agar mendan qaytmasa, Alloh qaytsin. Men pulni oling. Bu sizga Allohdan qaytdi. Men oddiy bitta sababchiman. Kuşlar içimden, düşümden uçmuş, yani derinden derin. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazilish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان